Bunga ishonish qiyin, ammo dunyodagi mashhur milliarder va aktyorlar iPhone telefoni o'rniga Android telefonini ishlatishadi. Misol uchun, Microsoft asoschisi Bill Gates iPhone telefoni o'rniga Android telefonini ishlatadi. U o'zining intervyusida Android telefonlari iPhone telefonlariga nisbatan ishlatishda ancha qulay va imkoniyatlari katta deb aytib o'tgan. Facebook va Meta asoschisi Mark Zuckerberg ham Android telefonini ishlatadi. Asosiy sabablardan bittasi Facebook va Apple kompaniyasi o'rtasida juda ham ko'plab mojaroli ishlar bo'lib o'tgan. Mashhur milliarder Elon Musk Apple kompaniyasini juda ham qattiq tanqid qilgan. U ham Android ham iPhone telefonini ishlatganini ko'rishgan. Google asoschisi Sergey Brin va Larry Page Google tomonidan ishlab chiqarilgan va Android platformasida ishlaydigan Pixel nomli telefondan foydalanishadi. Twitter asoschisi Jack Dorsey ham iPhone telefoni o'rniga Android telefonini ishlatishni yaxshi ko'radi. Gollywoodning mashhur aktyorlari ham iPhone telefoni o'rniga Android telefondan foydalanishadi. Misol uchun, mashhur aktyor Tom Hanks ham Android telefonini ishlatadi. Dwayne Scala Johnson ham Samsung telefonini ishlatishini aytib o'tgan. Va deyarli butun dunyo taniydigan Arnold Schwarzenegger ham o'sha Android telefonini ishlatadi. Siz qaysi telefondan foydalanasiz? O'z fikringizni kommentariyaga yozib o'ting.